Metal maslar 6-birinchi masala. 28 gram X yetarli miqdorda Y8 reaksiyasidan 92 gram X Y2 olindi. Bunga ko'ra 48 gram Y8 va yetarli miqdorda X reaksiyasidan necha gram X2 Y3 olish mumkin debdi. Reaksiyani yozib tenglashtiramiz. Birinchi reaksiyani. Birinchi reaksiya X ga Y8 ta'sirlashi X Y2 olingan. Hop, tenglashtirish uchun bu yerga 4 reaksiya yozamiz. 28 gram X reaksiyasida qatnashgan. Natijada 92 gram modda hosil bo'lgan. Bu tarafdagi massa bilan bu tarafdagi massa teng. Shundan 92 dan 28 darib Y'imiz 64 gramligini bilib olsak bo'ladi. Va bu ma'lumotlar asosida X va Y molar massalari qanday nisbatdaligini bilib olsak bo'ladi. Molar massa molar massa X teng 28 ni 4 ga bo'lamiz 7. Molar massa Y 64 ni 8 ga bo'lamiz 8. Bu yerda molar massani birligini yozmadim, sababi bu yerda nisbat kelib chiqdi. 7 ga 8 haqiqiy molar massasi emas. Xo'p, endi bu nisbat orqali keyingi reaksiyani yozib so'ralgan narsani aniqlab olish mumkin. X bilan Y8 ta'sirlashi X Y 2 3. Hop, tenglashtirish uchun bu yerga 3, mana bu yerga 8, bu yerga 16 ga qo'yamiz. Bu reaksiyaning haqiqiy ko'rinishi. Lekin bu yerdagi hisoblashlar biroz raqamlar kattalashib ketib, murakkablashganligi uchun atom nisbatida yozsak bo'ladi. Nimani? Reaksiyani. O'zi molar massa ham nisbatda berilyapti. Mana bu reaksiyani ham atom nisbatiga o'tkazib olsak bo'ladi. Bularda eng katta qoldiqsiz bo'luvchi raqami 8. Masalan, X 8 ga bo'ladigan bo'lsa, 2 ta X bo'ladi. Y ni 8 ga bo'ladigan bo'lsa, 3 ta Y bo'ladi. Reaksiyaga kelishib X 2, Y 3 ni hosil qilyapti. Mana atom nisbatiga o'tkazib oldi. Endi bu yerda X massasi 7, Y massasi 8 edi. 2 X'imiz 14 bo'ladi. 3 Y'imiz 8 kere 3 24 bo'ladi. Endi ikkalasi birikganda 14 ga 24 qo'shadigan bo'lsak, 38 gram mahsulot hosil bo'ladi. Endi bizga berilgan narsa Y dan 48 gram berilgan. So'ralgani qancha mahsulot hosil bo'ladi? 48 bilan 24 2 ga 1 nisbat ekan. Demak 38 ni 2 ga ko'paytirib 1 ga bo'lish kerak. 38 ni 2 ga ko'paysa 76 bo'ladi. 76 gram modda hosil bo'ladi. To'g'ri javobimiz D.